Nəslini qurutuyotdinglar lükçekler. Yaxşımısınız dostlarım? Yaqindan buyon shu lükçeklarni harakatdi deydigan bir gap so'z bo'linib qoldi torlarda olsun, mayli amaliy turmushda. Lükçeklarning ne harakatganini men deb beray sizlarga. Lükçeklarning oldi topini ostiga kirib ketdi. Keyin doktorxonada o'ttirdikilarni aroq tamakiga yoki boshqa ishlarga bog'lab qo'ydinglar. Ro'y kasalib ketdi lükçeklar. Va o'lmadi. Lükçek degan qanday odam? Eski odammi? Urush jidal qilgan, ko'chada askirlik qilgan lükçek bo'lamdi? Unda emas. Lükçek xatoni xato, to'g'rini to'g'ri degan odam lükçek bo'ldi. O'z ziyon tassimi, melar qanday jihatdan sizni yomonlikdan to'sigan odam lükçek bo'ldi. Er ayol deb ayrilmaydi-mi lükçek degan? U degan bir ruh, bir ideya u. Sizlarni shu xatodan to'sigan shu lükçeklarni bek yaklayotdinglar. Yo'g'irtib yig'iltayotdinglar. To'g'rini so'zlaganga, to'g'rini aytqanga, to'g'ri manganga pushaymon qildiryotdinglar. Yolg'iz qo'ydinglar. Sirtdikilar emas, oildikilarmi qo'nglarni qisilchiga olmdinglar lükçeklarning so'zlari. Yuzingni bilasan deb. Yuzingni boshqaray, meni boshqarmaydi demaydi. O lükçek degan komkutsiz inson emas, uning aybi bor. Sizlar shuning aybini tutib turib oldinglar. O lükçeklar qanday bo'ldi? Lükçeklar bolalarni xatodan to'sidi. Keshdinglar, o'chiqtirashmidinglar. Ayollarni urug' tuqqan qarindoshlarning oilalarini xatodan to'sidi. Keshdinglar. Bolalarni jitim qildinglar, eng yaxshi ko'radigan narsalardan ayırdinglar. Ko'chiq chiqib, qayutini qildinglar. Gaz, gacha, qarg'u qilyaptinglar lükçeklarni. Shu lükçeklikdan tandiryaptinglar. Qanday bo'ldiki? Ezliklarning qo'li qolgan, xums nomardlarning qo'li qolgan jamiyat qanday bo'ldiki? Shundoq bo'ladi. Hamda lükçek lozim bu atamda bilsanglar jamiyatdagi viruslarga qarshi turadigan odamlar shu lükçek degan. Lükçekni yo'qotdinglar, virus yamirdi. Endi taqilyapti. Bundan keyin ko'rsizlar qolgan ishlar. Hozir nurg'unlarga vicdan, g'ururlik erkaklar lozim emas. Ani qilma, mani qilma deb xatodan to'sigan emas. Ha, nima qilsang o'zingning shu erkin yasha, erkinliging o'zingning qo'lda deganlar kerak sizlarga. Qayda uchraydi menmi? Hatto yaxshining tomog'ini yegicha, yomonning tayig'ini yesam-chu degan qiziqlarga uchraganman. O'zinglarningki havoy havas ma gelib uchun hech qanday odamga rahim qilmas ketdinglar. Yuyuchang, zizbeychang, yana bir nima javob ketdi hozir. Lükçeklar. Ammo ba atrofinglardilar, izdimanglar. Uyinglardilar lükçek degan. Lekin lükçek bo'lish amali yo'q uning. Bu yashaydi emasmi? Bal. Gap so'zlab qo'ydim. Naslini quritayotdinglar lükçeklar. Yaxshimisiz dostlarim? Yaqindan buyon shu